Xitoy virusining tarqalishchanligi shaxsiy qo'g'dash uskunalariga bo'lgan ehtiyojni davomli ilgari surgachga, Xitoy shirkatlari davlat ichi va xalqaroning ehtiyojini qondirish uchun tirishmoqda. Nyu-York vaqt gazeti tekshirish orqali Xitoy shirkatlarining ba'zilari talash-tortish qo'zg'agan hukumat mablag' solgan turdan foydalanib, majburlangan Uyg'ur emgak kuchlarini ishlatganligini bayqagan. Mutaxassislarning aytishicha, bu xil turdagi ehtiyoj doim kishilarni ishlashga majburlaydi ekan. Xitoy davlatlik davolash mahsulotlarini boshqarish idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, yuqumdan ilgari Sharq Turkistonda davolash darajalik qo'g'dash uskunalarini ishlab chiqarilgan shirkatdan faqat 4 yil bo'lib, 30-iyungacha bu son 51 ga yetgan. Rasmiy axborot dokladlari va ommaviy xotirlarni tafsiliy tekshirgandan keyin ularning ichida kam deganda 17si emgak kuchi o'tkazish programmasida qatnashganligi bayqalgan. Bu shirkat korxonalar asosligi Xitoyning har qaysi o'lkalarining ichki bozori uchun qo'g'dash uskunalarini ishlab chiqardi ekan. Ammo Times gazeti Sharq Turkiston sirtidagi majburlangan Uyg'urlarni ishlatgan shirkat korxonalarining mahsulotini chet elga eksport qilayotganligini bayqagan. Ishchilar haftalik bayroq chiqarish murosimiga shartsiz qatnashishi, Xitoy tilini majburiy o'rganishi va ularning Xitoyga bo'lgan sadoqatiga kafolatlik qilish talab qilingan. Xitoyda bu plan atalmish namratlikdan qutulishning bir xil shakli sifatida taratqularda keng tashviq qilingandan keyin Kaliforniya universiteti Berkeley kishilik huquq tekshirish tajribaxonasi va Uyg'ur kishilik huquq jamiyati 10 nechisin ko'rinish va ijtimoiy taratqu dokladini to'plab, yaqinqi emgak kuchlarining yo'tkalishini tafsiliy xotirlagan.